Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizning ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Ürümchida yuz bergan pichoqliq hujumda 3 kishi yaralangan, 1 kishi o'lgan. 11 mart kuni kech soat 6 atrofida Ürümchi shahrining Yengishahar rayonidagi temir yo'l idorasi tavallikida bir maydon qonliq voqea yuz bergan. 11 Mart günü kech soat 6 atrofida Ürümchi shahrining Yengishahar rayonidagi temir yo'l idorasi tavallikida bir maydon qonliq voqea yuz berdi. Ma'lum bo'lishicha, voqeada 2 nafar pidoi Nefit saroy binosi oldida ketayotgan Xitoy ko'chmanlariga pichoqliq hujum qilgan. Hujumda Xitoy ko'chmanlaridan 3 nafari yaralangan. Atrofda vazifa o'tayotgan Xitoy soqchilari darhol o'q chiqarib, pidoilardan bir nafarini etib tashlagan va yana bir nafarini asir olgan. Voqea haqida Xitoy JX tarmoqlari dastlabda to'rda qisqa bir uqtirish chiqargan bo'lsa-mu, uzun o'tmay uchurni o'chirib o'tgan. Erkin Osiyo radiosining muxbiri bu vaqtda ichkirlab uchur egallashga tirishgan bo'lsa-mu, navbatchi xodim voqea haqida tafsiliy ma'lumot bermagan. Ammo voqeaning yuz berganligini rad qilmagan. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirishicha, u voqeaning Xenan yo'li soqchixonasiga yaqin yerda yuz berganligi bildirildi. Voqeaning Ergun soqchixonasidan 500 metr uzoqlikda va shu yerdagi Nefit saroyi binosining udilda yuz berganligi oshkorlandi. Xitoy soqchilari bu voqea haqida ma'lumot berishdan o'zlarini tortdi. Ularning oshkorlashicha, voqeada oz deganda 3 kishi yaralangan va 1 kishi o'lgan. Soqchi taraf voqea sodir qiluvchilarning kimligi haqida ma'lumot berishni izchil holda rad qildi. Aholilardan birining bayonlarida ma'lum bo'lishicha, pidoilarning Sharq Turkistonning janubidan kelganligi va ularning amdila 17-18 yoshning qarasini olgan yoshlar ekanligi ma'lum. Voqeada yaralanuvchilarning kimligi, yaralanish darajasi aniqlanmadi. Ammo voqeaning shakli, o'rni va rayonning vaziyatidan qaraganda, hujumning Xitoy ko'chmanlariga qarshi bir zarba berish yoki Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqarish harakati ekanligi va hujumda yaralangan 3 yaradorning Xitoy ekanligi ma'lum. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulm va zo'ravonliklari bir turkum Uyg'ur yoshlarini jinini olqiniga elib qarshilik ko'rsatishga majburlamoqda. Pidoilar balkim bu harakati orqali Beijingda echilayotgan 2 yig'indagi saxta dokladlarga raddiya bermoqchi va yoki Ürümchidagi va Ürümchiga qarab kelayotgan Xitoy o'lkalaridagi Xitoy ko'chmanlariga Sharq Turkistonning ko'chmanlar uchun tinch bir joy emasligi haqida signal berganlik bo'lishi mumkin. Birleşken Milletler Teşkilatı Uygurlarga besim qilmaslik to'g'risida Xitoyni ogohlantirdi. Birleşken Milletler Teşkilatı Kishilik Huquq Kengashining diniy erkinlik ishlariga mas'ul alohida tekshiruvchi amaldori Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarata besim va qo'rqitish siyosati yurgizayotganligini bildirdi. Uzun yillardan buyon Sharq Turkistondagi zulmga sukut qilayotgan Birleşken Milletler Teşkilatı bu qitim Xitoyni Uyg'urlarga besim qilmaslik to'g'risida ogohlantirdi. Xitoy Sharq Turkistonda diniy besimni chekidan oshirib ijro qilayotgan bo'lib, bu yilning 5idan boshlab bu besim va cheklamalarni rasmiy qonunlashtirgan edi. Birleşken Milletler Teşkilatı Xitoyning Sharq Turkistondagi idora organ, maktab va doktorxonalarda yog'liq ortishni cheklaganlik siyosatini tanqid qildi. Xabarlarda bildirilishicha, Birleşken Milletler Teşkilatı bu to'g'rida tekshirish elib berish uchun Sharq Turkistonga berishni talab qilgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari ruxsat qilmaganligi o'tirg'i chiqdi. Bu to'g'rida bugun xalqaro cho'ng axborotlarda keng turda uchur e'lon qilingan bo'lib, Uyg'urlar to'g'risida Birleşken Milletler Teşkilatı'ning tarix bo'yicha tunji qitim bosgan qadami hisoblandi deyilgan. Birleşken Milletler Teşkilatı Kishilik Huquq Kengashining diniy erkinlik ishlariga mas'ul alohida tekshiruvchi amaldori Heiner Baileyfield Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda yashaydigan Uyg'urlarga qarata besim va qo'rqitish siyosati yurgizayotganligini bildirdi. Türkiye'nin NTV televiziya kanalida bu vaqtda e'lon qilingan xabarga qaraganda Heiner Baileyfield Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qarata tutgan pozitsiyasining cho'ng masalalarni tashkil qilganligini bildirdi. Heiner Baileyfield Ramazon oyida ro'za tutgan o'quvchilarga besim qilishi va xalq ommasiga ochiq o'rinlarda yog'liq ortishni cheklaganligini tanqid qildi. U yana Sharq Turkistonda tekshirish elib berish uchun ziyorat qilishni talab qilganligini, ammo Xitoyning buningga ijobiy javob bermaganligini ifodaladi. In order to see, where are the deficits, where are the problems, does it really work, and if not sufficiently, how can we improve our preparedness for a crisis situation? There are examples. Qashqarda yeşil kart tüzümü qattiq icra qilinmoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi atalmış bexatarlik tadbirlarini kuchaytirish bahonasi bilan Sharq Turkistonning janubidagi har qaysi joylarda qo'lay kart
yoki kishilarning og'zida yeşil kart deb atalayotgan yo'l xeti tuzumini qattiq ijro qilmoqda. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda maydonga kelgan har bir norozilik voqeasini bexatarlik tadbirlarini ilgirlab ching'itadigan fursatga aylantirsa, mana bu tadbirlarimo yangi bir to'qinishning sababchisi bo'lmoqda. Doirlar yakan ilishqu voqeasidan keyin janubdagi yezi bozorlarda qamalni kuchaytirib, kishilarni bir yezidan bir yeziga, bir shahardan bir shaharga berish uchunmi ruxsat so'rab, yo'l xeti elib mangadigan qilib qo'ygan edi. Egallangan uchurlardan qaraganda bu tuzum hali ham davom qilmoqda ekan. 2014-yil 28-iyul kuni yakan ilishqu bozorda qonliq voqea yuz bergandan keyin va orqadan Qashqar Hetka masjidining xotibi Juma Tahir pichoqliq hujumga uchrab o'lgandan keyin Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi atalmish bexatarlik tadbirlarini mislsiz kuchaytirdi. Bulubmi Sharq Turkistonning janubidagi har qaysi kirib chiqish eg'izlari, poyezd, avtobus, avtomobillar qattiq tekshirilishga boshlagan. Ko'chalarda qurolsiz chorlovchi saqchilarning soni hassilab oshirilgan. Doirlar shundan keyin yana janubdagi shahar yezi bozorlarda qo'lay kart yoki kishilarning og'zida yeşil kart deb ataladigan yo'l xeti tuzumini yo'lga qo'ygan. Tuzumga asosan Uyg'urlar bir shahardan yana bir shaharga berish uchun o'zini tizimlatib, kenishga elib berishi, borgan yerida o'zini ma'lum qilishi kerakligi bekitilgan edi. Erkin Osiyo radiosining muxbirining Qashqar shahriga telefon qilib, bir mehmonxona boshqaruvchisi Uyg'ur xonim bilan elib borgan suhbat jarayonida bundaq tuzumlarning hali ham davom qilayotganligi hamda Qashqar shahar ichiga boshqa bir joydan kelgan Uyg'urlarning qattiq ta'qib ostiga elinayotganligi oshkora bo'ldi. Yana kelib Xitoy doiralari uchiq oshkora chaplab qo'ygan e'lonlarda bu tuzumlarning, ya'ni yeşil kart tuzumining faqat Uyg'urlarga xos ekanligi ichkiridan kelgan Xitoylarning buning sirtida ekanligini uchiq oshkora e'lonlarda bildirib keldi. Bu Uyg'ur xonimning nihoyatda ehtiyotchanlik bilan qilgan so'zlari Qashqardagi, jumladan Sharq Turkistondagi vaziyatning jiddiyligidan derak berib turadi. Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda yo'l qo'yayotgan bundaq misli ko'rilib boqmagan atalmish bexatarlik tadbirlari xalqaro kishilik huquq organlarining tanqid obyekti bo'lib keldi. Kishiga nafas olg'udakmi fursat bermaydigan bundaq tuzumlar orqali muqimlik yaratishning mumkin bo'lmaydiganligi ularning dokladlarida tilga ilinsimi, Xitoy doiralari bundaq tuzumlardan har kuni bir yangisini tuzib chiqmoqda. Yaqinda Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosi, atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikomining sekretari Qanxo'r Jang Chunshanning Urumchida siyosiy qonun xizmati yig'ini chaqirib, 2015-yilni qattiq zarb berish yili, qonun bo'yicha idora qilish yili va amaliylashtirish yili qilib bekitganligini e'lon qilishi bu yilning Uyg'urlar uchun o'xshashli besim yili bo'ladiganligining shapisini berdi. U shundaqla texi chog'an oldida maxsus Qashqar viloyatini ziyorat qilib, Qashqarda qattiq zarb berishni izchil davomlashtirib, oshqunlikni qat'iy yo'qotishni talab qilgan. Kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining Osiyo ishlari direktori Sophie Richardson bo'lsa, yaqinda e'lon qilgan bayonotida Xitoy doiralarining bundaq tuzumlarini tanqid qilgan va xalqaro jamoatni masalaga ko'ngil bilishga chaqirgan. U so'zda har qaysi hukumatlar Xitoyning terrorlikqa qarshi turishini niqob qilib turib, Uyg'urlarga qilayotgan kishilik huquq dafsandichiligini oqlashga urinayotganligini ko'rib yetishi kerak va ularga qattiq besim qilishi kerak. Agar unda qilmaydi ekan, Xitoy doiralari qiniga patmagan holda Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishni davom qiladi. Davlatni qonun bo'yicha idora qilishni bir chetga tashlab etadi va oqibatda kuyayotgan qozonga may qo'ygandek zo'ravonlikni kuch ko'rsatadigan harakatlarni davomlashtirdi degan edi. Ma'rif jamiyatida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida 3-oylik suhbat va uchrashuv yig'ini o'tkazildi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati tarafidan har oyda bir qatim o'tkazilib kelayotgan Sharq Turkiston suhbat va uchrashuv yig'ini davom qilyotdi. Yig'inning bu qatimligi 2015-yil 3-oyning 6-kuni juma kech soat 19 da, ya'ni soat 7 da jamiyat markazida o'tkazildi. Yig'inga jamiyatning bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon apandi riyosatchilik qildi. Yig'in Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Yig'inda jamiyatning bosh noziri Abdulhakimxon Mahsumajim islom dinida jihad ibodati degan temada to'xtaldi. Diniy olim Abdulhakimxon Mahsum so'zida mu'min musulmonlar uchun fidokorlik, sabrchanlik, tirishchanlikning jihad ibodatida muhim o'rinda turish bilan birga normal ijtimoiy hayotdami musulmonlarning muhim sifatlaridan biri ekanligini ifodaladi. Biz eng avval Allah qilgan taat ibadetini baştan namaz durdu. Hatta namaz hakkında çeken Peygamber sallallahu talimatlardan bir neştürlük sıfatlar gelip ben ahırda iman bilen küfürün ortası fark bu dedik.
demek onu fevkalade yeterlidir. Bunun sen kırmaslıkın lazım demekçi. Allah kılkan ibadetten en mühim bu. Neymiş en mühimi? Allah'ın aldığında kolmakla dururuz. Münacat Allah'la sırdır. Sırdışıp durup Allah'ın ezemeti tanığandığın git oylaş tefekkürü seriyandım. Derhal Allah'ı ihilip durup hürmet bildirimiz. Onu yetmeyi derhal şıkırıp durup Allah'a yaldırıp tesbih etiniz. Manda muhim teretten rüzgâhan boğuşun namaz, acayip katlı ibadet. En evvel, bütün dünyalık alakanın hemimiz Allah'ın bağlışından başlansam, Allah'ın altından kollardan duruş, Allah'ın aldığı gelip duruş, Allah'ın o düzenin beşini yerge koyup, yaldırıp duruşlar unutkan ibadet bu. Yığın kızgın keyfiyet içinde ahırlaştı. Yığın ahırda İbrahim Damollamның duaga qo'l ko'tarishi bilan Sharq Turkiston musulmonlarining zulmdan qutulishi uchun duo qilindi. İstanbulda Sharq Turkiston haqida yig'in o'tkazildi. İstanbulda 8 ommaviy tashkilotning birlikda uyushtirishi bilan Sharq Turkiston qarshilik qilyotidi bizchu degan temada yig'in o'tkazildi. Sharq Turkistonda Xitoy zulmi va besimi haddidan oshgan sari Türkiye xalqining Sharq Turkistonga bo'lgan hissdoshligi va qo'llashi kuchaymoqda. 2015-yil 3-oyning 7-kuni İstanbulda Sharq Turkiston qarshilik qilyotidi bizchu degan temada yig'in o'tkazildi. Bu yig'inni İHA insoniy haq-huquq va yordam fondi, ta'lim tarbiya jamiyati, ihson jamiyati, xos bog'cha jamiyati, da'vat jamiyati qatorliq 8 ommaviy tashkilot birlikda uyushtirgan bo'lib, yig'inga 800 dan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon taklif bilan qatnashdi va so'z qildi. Yig'inga Marmara FM radiosining direktori Ayoz Apandi riyosatchilik qildi. Yig'inda oldi bilan Qur'oni Karim tilovat qilindi. Yig'inda so'z qilgan Hidoyatullo O'g'uzxon Sharq Turkistonning tarixiy, geografiyasi, strategik ahamiyat to'g'risida to'xtaldi va Uyg'urlarning hozir duch kelayotgan qiyinchilik masalalarini tafsiliy anglatdi. Keyin Sharq Turkiston to'g'risida ishlangan hujjatli film ko'rsatildi. 2 soat davom qilgan yig'in Sharq Turkiston musulmonlarining ozod bo'lishi uchun duo qilish bilan oxirlashdi. Yig'in zalining oldida rasm ko'rgazmasi va karmas, ya'ni yemek-ichmak setib iona to'plash faoliyati elib berilgan bo'lib, bu faoliyatda setilgan ashyolarning kirimi Sharq Turkistonga iona qilindi ekan. Rasm ko'rgazmasida Uyg'urlarning madaniyat, urf-odatlari va Sharq Turkiston xalqining Xitoy ishg'olchilari tomonidan zulmga uchrayotgan ko'rinishlari qo'yilgan. Boylardan teşkil etmektedir. İstanbul'daki 2 yaslida 180 Uyg'ur o'smir o'qimoqda. İstanbulning Zeytinburnu va Safaköy rayonlaridagi Uyg'ur yasli va Qur'on kursi maktabida bu yilgi qishliq mavsumda 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 180 nafar o'g'il qiz o'smirlarimiz o'qimoqda. İstanbulning Zeytinburnu va Safaköy rayonlaridagi Uyg'ur yasli va Qur'on kursi maktabida bu yilgi qishliq mavsumda 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan o'g'il qiz Uyg'ur farzandlaridan 180 o'smir dars boshlagan bo'lib, Zeytinburnuda 100 nafar, Safaköydagi yaslida 85 nafar o'smir dars o'qimoqda. 2015-yil 3-oyning 5-kuni biz Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Safaköy va Zeytinburnu rayonlaridagi Uyg'ur yasli va Qur'on kurslarini ziyorat qildik. Bu maktablarda 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan o'g'il qiz Uyg'ur farzandlaridan 180 dan ortiq o'smir tarbiyalanmoqda ekan. Biz oldi bilan Zeytinburnudagi Uyg'ur yaslini ziyorat qildik. Uyg'ur yaslining mudiri Xurshida xonim ziyoratimizni qabul qildi va yaslidagi bolalarning o'qish ahvoli va bu yaslida o'tilayotgan tarbiya xarakterlik dars to'g'risida so'zlab berdi. Zeytinburnu yaslimizda o'qiydigan o'quvchilarning soni 100 nafar bo'lib, az sondagi O'zbek, Qozoq, Turk qarindoshlarımızın balalarını sırt asasen Uyg'ur o'quvchilarning balalarımız var. Hazır mektebimizde okuyatkan balalarını biz 5 grupta hizmet veriyoruz. Gruptaki hizmetlerimiz 3-20 yaştan başlap 6-7 yaşgacha balalarımız var. Bu grup Yaslida hazır 100'den artıq farzandlar ders okuyatkan bo'lib, bularning ko'pinchisi Uyg'ur farzandlaridan tarkib topgan bo'lsa-mu, bir qismlari O'zbek, Qozoq va Turk farzandlarini tashkil qildi ekan. Bu yaslida Qur'on o'qish, kichik so'rlarni va qisqa duolarni yodlash, diniy tarbiya, adab, axloq, urf-odat va rasm chizish turlari bo'yicha dars o'tildi ekan. Biz bu yaslidagi bir qism bolalar bilan suhbat elib bordik. Assalomu alaykum.
Aleykümselam. İsminiz nima? Nergize. Nargiza, bu yerda nima o'qiyapsiz? Kur'an-ı Kerim, Sure, Hadis Şerif, Cho'ng bo'lganda nima bo'lsiz? Muallim. Nima ishga ma'lum bo'lsangiz? Çünkü pek yaxşı görme. İsminiz nima? Azhar. Azhar. Bu yerda nimalarni o'qiyapsiz? Sure, Kur'an, anneciğim bebde yazılgı, anneciğim hısı çıkıp oynayımız, hamur oynayımız, anneciğim hoca bizni kino yapırdı, oynayızga yer yapırdı, anneciğim darımız kese ketimiz. Cho'ng bo'lganda nima bo'lsangiz? Mücahit. Aleykümselam. İsminiz nima? İmran. Bu yerda nima o'qiyapsizlar? Kur'an okuyatımız, Sure okuyatımız, andiken okup oğandiken boyamalan kılmaz. İsminiz nima? Muhammed. Muhammed. Bu yerda nima o'qiyapsiz? Kur'an okuyatımız, Sure okuyatımız. Darsdan sirt boshqa nima qilasizlar bu yerda? Oynayımız. Hocam bizni talalarga çıktı, hamur bırıldı. Oyun oynayımız, tüpüge çıkıp. Farzandlarning ba'zilari bizga she'r o'qib berdi. Ba'zilari cho'ng bo'lganda doktor bo'lganligini, ba'zilari soqchi bo'lganligini, ba'zilari bo'lsa o'qituvchi bo'lganligini ifodaladi. Biz yana Safako'dagi Uyg'ur yaslini ziyorat qildik. Safako'dagi yaslida bizni yaslining mudiri Ra'na xonim kutib oldi va ziyoratimizni qabul qildi. Bu yaslida bu yil birinchi mavsum to'xtadi. Ra'na xonimning bildirishicha, bu yaslida 85 nafar o'smir dars o'qiyotgan bo'lib, bulardan 45 nafari Uyg'ur farzandlari, qolganlari turk va o'zbek farzandlari ekan. Ra'na xonimning bildirishicha, yana bu yaslida Uyg'ur tili o'qish, yozish va so'zlashish, Qur'on o'qish va kichik so'zlarni va duolarni yodlash, adab axloq tarbiya darsi qatorliq turlar bo'yicha dars o'qitildi ekan. Uningdan boshqa yana rasm chizish, o'yin o'ynash, yaqin atroflarni sayli sayohat qildirish qatorliq faoliyatlar elib berildi ekan. Biz bu yaslidagi bir qism Uyg'ur farzandlari bilan suhbat elib bordik. O'zini Sumayya deb tunishtirgan bir qiz Uyg'urcha she'r deklamasiya qilib berdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. İsminiz nima? Sumayya. Sumayya, bu yerda nima o'qiyapsiz? Qur'onni o'qiyapman. She'r o'qiyapman. Başka Uyg'urcha o'qiymiz. Ha. Cho'ng bo'lganda nima bo'lsangiz? Doktor. Çünkü insanların da varlığım var. Bugün ötüp kesse hayatın bugün. Emdi kayıt gelmeydi bugün. Kalendarda özgerte bir sen. Yıkılayımız ecelge bir gün. Her tınakını özü bir fırsat. Dakikalar şu kadar kımmet. Bilişlerge yetmeydi vakit. Tamaşağa nediki nüvet. Toxtumaydı ay gün ötüdü. Pesillerden yıllar pütüdü. Yıkılayımız künsürü görge. Bizne ağır ölüm kütüdü. Demek dostum hayatta kıska. İşleteyli mənilik işqa. Qadirleyli bugün hazırni. Tiyaşmeyli altınımızqa. Uyg'ur yaslisining mudiri Ra'na xonim bu yaslining 2007-yili ichilganligini, shuningdan buyon hozirgacha 1000 dan ortiq o'smirni tarbiyalab qatorga qo'shganligini, bu yaslida o'qigan farzandlarining maktablarda a'lochi bo'lib o'qiganligini bildirdi. Bu vaqtdagi programmamizning tafsilotini Istiqlol televiziyasidan ko'rib olasizlar. Dini cheklamalarga qarshi Xitoy elchixonasi oldida namoyish. Anqara Imom Xatib to'liq o'rta maktab qizlari Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish elib bordi. Ishg'olchi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan diniy besimlarga qarshi Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. Bu namoyishni Anqaradagi Imom Xatib to'liq o'rta maktabning qizlari tomonidan uyushtirilgan bo'lib, namoyishga ko'p sonda to'liq o'rta maktab qizlari qatnashdi. Qo'llarida oy yulduzlik ko'k bayroq bilan Turkiyaning bayrog'ini ko'tarib olgan qizlar Uyg'ur xonim qizlarining hijob kiyishi cheklanmasin, Sharq Turkistonga erkinlik deganga o'xshash shuarlar yozilgan lozunkalarni ko'targan namoyishchilar Xitoy elchixonasi oldida axborot bayonotini o'qib o'tdi. Namoyish qatnashgan o'quvchilar nomidan Busa Girantli o'g'li bayonotni o'qib o'tdi. U bayonotida Dunyo xonim qizlar kuni munosabati bilan dard faryodini dunyo jamoatchiligiga anglitolmayotgan musulmon Uyg'ur xonim qizlarining ovozi bo'lish uchun Xitoy elchixonasining oldiga to'planganligi, Xitoy doiralarining Uyg'ur xonim qizlarining hijoblanishi va diniy ibodat qilishining cheklimiga uchirganligi,
Uyg'ur xonim qizlarining erkin dunyodagi xonim qizlarga o'xshash yashashini talab qilganligini ta'kidladi. O'quvchilarga vakolatan Jansu Chalik xonim so'z qilib mundaq dedi. Gerçi bu yerda Rabia Qodir bo'lmasimi, biz hammamiz Rabia Qodir. Biz Xitoyga taqobil tura olamiz. Chunki biz haqli. Xitoy doiralari Uyg'ur xonim qizlarga elib berayotgan zulm siyosatini darhol to'xtatsin. Doğu Türkistanlı kadın hayatta kalabilmek, yaşayabilmek için uğraş vermektedir. Hayatını istekleri doğrultusunda sürdürebilmek gibi en temel hakkından bile mahrum bırakılmıştır. Sosyal adalet Atalmış Uyghur Abdunum rayonu mas'ullarining Beijingda bergan bayonotlari sual belgisiga duch keldi. Atalmış Uyghur Abdunum rayonining 6 nafar kattivishining muxbirlarning turli savollariga bergan javoblari o'zaro ziddiyatli bo'lib, kuzatuvchilarning diqqatini tortdi. Ma'lum bo'lishicha 3-oyning 10-kuni Beijingdagi 2 yig'in qatnashayotgan Uyg'ur Abdunum rayoni vakillari o'maki Xitoy va chet ellardan bo'lib 100 dan ortiq muxbirning savollariga javob berish faoliyati o'tkazgan. Mazkur faoliyatda atalmış Uyg'ur Abdunum rayonining 6 nafar kattivishi Jang Chunshan, Shuhrat Sakir, Huang Wei, Jarullah Hisomiddin, Chijuan va Li Shojin qatorliqlar muxbirlarning turli savollariga javob bergan. Ularning Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida muxbirlarga bergan bayonotlari o'zaro ziddiyatli bo'lib, so'zining oldingi bo'lakidagi hukm xarakterlik bayonlarini keyingi bo'lakdagi tafsilotlari bilan keltirgan son sipirlari inkor qiladi. Jang Chunshan Hong Kong muxbiriga hozir sayohatchilar Xinjiangga bo'libmi Janubiy Xinjiangga borsa bo'ladi. Vaziyat umuman kontrol ostida turyotidi deydi-yu, so'zining oxirida buni inkor qilib yana mundaq deydi. Xinjiang muqimlik uchun ig'ir badal to'layotidi. Xinjiangdagi kadr soqchilarining hayotini qurbon qilish nisbati ichki o'lkalardagi soqchilarga selishtirganda 5.4 hassa ko'p. 2014-yili Xinjiangdagi asosiy qatlam kadrlardan xizmat ustida o'ldirilganlar 230 nafardan oshadi. Bu son ichki o'lkalardagi mushundaq ahvollar bilan selishtirganda xeyli zo'r salmoqni egallaydi. Jang Chunshan yana Hong Kong muxbirining Xinjiangda yuz berayotgan zo'ravonlik voqealarining hammasini xabar qilyapsizlar degan savoliga mundaq deb javob bergan. Xinjiangda uchurning oshkorlik darajasi bilan ommaning voqealardan xabardor bo'lish ahvoli nisbatan yuqori. Oshkorlash ham o'z vaqtida e'lon qilish Xinjiangdagi prinsip. Halbuki u oxirida bu so'zni inkor qildigan yana mundaq bayonlarni beradi. Bu yerda shuni ta'kidlaymanki, oshkorlash yoki oshkorlamaslikni ma'lum bir terrorlik va zo'ravonlik delosini o'lchaydigan o'lcham qilg'il bo'lmaydi. Ba'zi deloni fosh qilish va bexatarlikka kafolatlik qilish uchun maxfiyatlikni saqlashga to'g'ri keladi. Atalmış Abdunum rayonining yangidan tayinlangan raisi Shuhrat Sakir muxbirlarga bergan bayonotida Jang Chunshanning bayonlari bilan ziddiyatli bo'lgan tuvandagi javobni bergan. Qonun bo'yicha zo'ravonlik va terrorlikqa zarb berish orqali Xinjiangning ijtimoiy vaziyatini to'liq kontrollik holatiga keltirdik. Ko'plagan terrorlik delolari bir holatida ujuqtirildi. Men ishonamanki, Xinjiangda terrorlik va zo'ravonlik delolari bundan keyin azaysa aziyadiki, hargiz ko'paymaydi. Hong Kong muxbiri yana Shuhrat Sakirdan siz 62 yoshingizda Xinjiangga rais bo'ldingiz. Sirtdagilar buni sizning qizil orqa ko'rinishingiz bilan munosabatlik deyishmoqda. Bu gapga qanday qaraysiz deb so'raganda u mundaq deb javob bergan. Men bu yerda o'ltirganlarning hammasini qizil avlod deb qarayman. Qaysi biri qizil bayroq ostida cho'ng bo'lmagan. Tabiiyki, menmi dal siz deyotgan qizil avlodman. Elshad Hasan apandi Shuhrat Sakirning raislik o'rniga chiqishida uning dadasi Abdullah Zakirning Sharq Turkistondagi tunji avlod qizil kadr bo'lganligida siyosiy dasmoya sabab bo'lgan deb qaraydi. Lekin 1950-yillardan keyin bo'libmi 1958-yildagi yerlik millatchilikka qarshi harakatda aktiv rol o'ynaganligi uchun Wang Inmao tarafidan oldi bilan Abdunum rayonining muavin raisligiga, ondan muavin sekretarligiga o'stirilganligini ta'kidlaydi. Muxbirlarni kutib olish yig'inida atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik partikom tashviqot bo'limining boshlig'i Li Shojin mundaq degan: diniy asabiylikni yo'qotish ko'rishi amaliyotda diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dash uchundir. Xitoy mamlakatli xalq qurultiyining vakili, atalmış Xinjiang Islom institutining mudiri Abduraqib To'mirniyoz Li Shojinning yuqorqi so'ziga yantayoq bo'lgan holda mundaq degan: Jungoning din siyosati dunyodagi eng yaxshi siyosatdir. Biz bu vaqtda Istanbulda yashayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapjan apandi bilan suhbat elib bordik. Zingsun yog'liq va chumbal madaniyatda chekinish deb bildirildi. Qashqar viloyatlik partikom sekretari Zingsun Reuters agentligi muxbirining ziyoratini qabul qilganda yog'liq bilan chumbalning madaniyatda chekinishni ko'rsatganligini bildirildi. Qashqar partikom sekretari Zingsun 7 mart Reuters agentligi muxbirining ziyoratini qabul qilib,
Biz sekular va zamonaviy davlat qurish uchun olg'a ilgirlashimiz lozim. Ammo o'tgan yili Qashqarning ba'zi joylarida chumbal ortish va yuzini yepish hodislari ko'rildi. Bu biz ta'kidlayotgan sekular va zamonaviylikdan qaytishga barobar. Bu madaniyatda orqaga chekinishdir deb bildirildi. Zingsun Qashqar Shinjongdagi terrorlikqa qarshi kurashning oldingi sepi degan bo'lsa-mu, Qashqarda yaqinqi kunlarda yuz bergan voqealarda qancha odamning hayotidan ayrilganligi haqida tafsiliy to'xtalmadi. Biz bu vaqt yana Istanbulda yashayotgan jamoat arbobi hurmatli Abduqodir Yapjon apandim bilan suhbat elib bordik. Xitoy kommunistik tajovuz Sharqiy Turkistonga bostirib kirgandan boshlab zulm to'xtatgani yo'q. Sharqiy Turkistonning 49-yildan boshlab 60 bugungi davrga kelguncha Sharqiy Turkistonda yashash imkoni topolmagan barliq muhojir qarindoshlar chiqib shu bu davoni elib beryapti. Şöhret Zakir Iroq Sham islom davlatiga qaytilgan Uyg'urlarga qarshi harbiy harakat elib berilganligini bildirdi. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonining raisi Şöhret Zakir ba'zi Uyg'urlarning Iroq Sham islom davlatiga qaytilib urush qilganligini aytdi va nurg'unlagan terrorlik hujumlarining planlanish bosqichida bitchit qilinganligini qayd qildi. Xitoy mamlakatli xalq qurultayining 3-umumiy yig'inida so'z qilgan atalmış Uyg'ur Abnum rayonining mas'ul doiralari rayonda bexatarlikning kontrol ostida ekanligini va Iroq Sham islom davlati tashkilotiga qaytilib urush qilayotgan Uyg'urlarga qarshi harbiy harakat elib berilganligini bildirdi. Atalmış Abnum rayonining raisi Şöhret Zakir rayonning xalqaroliq terrorizmning ta'siriga uchraganligini, ba'zi Uyg'urlarning Iroq Sham islom davlatiga qaytilib urush qilganligini aytdi. Şöhret Zakir rayon muqimligining kontrol ostida ekanligini va nurg'unlagan terrorlik hujumlarining planlanish bosqichida bitchit qilinganligini qayd qildi. Xitoy taratqullari ba'zi Uyg'urlarning jihad qilish va Iroq Sham islom davlatiga qaytilib tarbiyalanish maqsadida Xitoydan qochib terrorlik tashkilotiga qatnashganligini ilgari surgan edi. Şöhret Zakir yaqinqi kunlarda Iroq Sham islom davlati uchun urush qilib qaytgan Uyg'urlarga qarshi harbiy harakat elib berilganligini e'lon qildi. Ammo bexatarlikni sabab qilib tafsili to'xtalmadi. Ko'p to'qinishlar yuz berdi va yuzlarcha kishi hayotidan ayrildi. Hayotidan ayrilganlarning ko'pinchasini Uyg'urlar tashkil qilmoqda. Xitoy doiralari ba'zi Uyg'urlarni bo'lgunchilik va mustaqil Sharq Turkiston davlati qurish bilan ayblasa, chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlar Xitoyning bostirish, chetga qiqish va ayrimchilik qilish siyosatlarining masalaning asli manbasi ekanligini ta'kidlamoqda. Sharq Turkistonni bilmaydigan hech kim qolmasin degan temada yig'in o'tkazildi. 11 mart kuni İstanbulning Bahçılar Ahi Erdem Qizlar İmam Xatib Tuluq o'ttir maktabida Sharq Turkiston to'g'risida yig'in o'tkazildi. 2015 yılı 3. ayının 11. günü İstanbul'un Bahçılar Ahi Erdem Qizlar İmam Xatib Tuluq o'ttir maktabida Sharq Turkiston to'g'risida yig'in o'tkazildi. Bahçılar Ahi Erdem Qizlar İmam Xatib Tuluq o'ttir maktab tarafidan Sharq Turkiston kun tartibi degan temada bir programma uyushtirilgan bo'lib, bu programmaga asosan butun o'quvchilarga oldi bilan Turkiston kechisi degan kitob o'qitilgan. Ondan keyin Sharq Turkistonni bilmaydigan hech kim qolmasin degan temada bir yig'in uyushtirgan. Bu yig'inga Sharq Turkiston ma'rifi hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon taklif bilan qatnashib, yig'inda Sharq Turkistonning tarixiy va hozirgi ahvoli to'g'risida 1,5 soat leksiya berdi. Bu yig'inga maktab mudiri va muavin mudiri bilan ko'p sonda o'quvchilar qatnashgan bo'lib, o'quvchilar leksiyani butun diqqati bilan angladi. Bu yig'inda Sharq Turkistonning ahvolidan xabar topgan o'quvchilar qattiq ta'sirlanganligini va nihoyat ichinganligini ifodaladi. Programmaning o'rinlashtirishi bo'yicha yig'in oxirida Turkiston kechisi degan kitobga Sharq Turkiston ma'rifi hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmonning imzo qo'yishi bilan o'quvchilarga tarqatildi. Xitoy Daeshni bahona qilib Sharq Turkistonda zulmni oshirdi. Xitoy Uyg'urlarning Iroq Sham islom davlatining sepida urushga qatnashgandan keyin Sharq Turkistonga qaytib yangi hujum uchun tayyorlik qilayotganligini da'vo qildi. Xitoy Uyg'urlarni Daesh Iroq Sham islom davlati bilan munosabat bor deb da'vo qildi. Turkiya Stargesining xabarida Xitoyning Daeshni bahona qilib Uyg'urlar ustidan zulmni texmo oshirayotganligi bildirildi. Xitoy Uyg'urlarning Daeshning sepida urushga qatnashganligidan keyin Sharq Turkistonga qaytib yangi hujum uchun tayyorlik qilayotganligini da'vo qilgan. Tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkistondagi qonxo'r kottibeshi bo'lgan Jang Chunshan Uyg'urlarni nishonga olgan bayonotida bexatarlik tahdidini bahona qilib Sharq Turkistonda texmo ko'p bexatarlik tadbirlarini oldiganligini bildirgan bo'lsa-mu, aniq va tafsiliy ma'lumot bermadi.
O'tgan ayda Afg'onistonda tutilib qolgan 10 ga yaqin Uyg'ur Xitoy ishg'olchilariga topshirilib berilgan. Kabul hukumati Pokistonga qarshi Xitoy bilan yaqinlashish maqsadida bu xil razil qilmishlarni sodir qilganligi ilgari surilgan edi. Afg'oniston hukumati Xitoyga topshirib bergan Uyg'urlarning Talibanni qo'llaganlik bilan ayblab tutqun qilgan edi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Xitoy Sharqi Turkistonda begunoh Uyg'urlarni tutqun qilib, turmalarga qamaydi, besim qiladi, diniy ibodatlarga cheklama qo'ydi. Uyg'urlarning o'z diniy va milliy madaniyatini qo'g'dash yo'lida elib berayotgan kurashlari Xitoyning qonliq bostirish harakatlari bilan to'salg'uga uchirmoqda. Hakan Fidan qaytadan Türkiye istihbarat teşkilatının başlığı bulup tayinlendi. Ötken ay vazifesinden istifa bergen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başlığı Hakan Fidan qaytadan Türkiye İstihbarat Teşkilatı'nın başlığı bulup tayinlendi. Türkiye'nin parlament saylamada parlament a'zosi nomzodi bo'lib saylamga qatnashish uchun o'tgan ay vazifasidan istifa bergan Milliy istihbarat tashkilotining boshlig'i Hakan Fidan qaytadan Türkiye istihbarat tashkilotining boshlig'i bo'lib tayinlandi. 9 mart dushanba kuni Türkiye ichki kabinet ministrlari yig'inidan keyin bu haqda bayonot e'lon qilgan Türkiye hukumati muavin bosh ministri va hukumat bayonotchisi Bülent Arınç Hakan Fidanning qaytadan Milliy istihbarat tashkilotining boshlig'i bo'lib tayinlanganligini, Cumhur Reisi Erdoğan'ның buni tasdiqlaganligini bildirdi. Hakan Fidan o'tgan ay vazifasidan istifa berib, parlament a'zosi nomzodi bo'lish uchun Adolat va Taraqqiyot partiyasiga iltimos sungan bo'lib, iltimos tasdiqlanishidan ilgari bosh ministr Ahmet Davutoğlu Cumhur Reisi Erdoğan bilan bu to'g'rida suhbat o'tkazgan. Natijada Hakan Fidanning nomzod bo'lib parlament a'zosi bo'lgandan hozirgi vazifasining texmi muhim ekanligini, bu vazifasida nihoyat muhim ma'lumotlarga ega ekanligini va nihoyat muhim natijalarni qo'lga keltirganligini, shuning uchun parlament a'zosi bo'lib xizmat qilgandan hozirgi vazifasiga qaytib xizmat qilishining muhim ekanligini o'ttirg'a qo'yilgan. Va bu to'g'rida Cumhur Reisi Erdo'g'an bilan bosh ministr Ahmet Davutoğlu o'rtaq qarashga kelgan. Shuning bilan bu qatimqi ministrlar ichki kabinet yig'inida Hakan Fidanning qaytadan o'z vazifasi bo'lgan Milliy istihbarat tashkilotining boshliqlik vazifasiga qaytish qarori qilingan va Erdo'g'anning tasdiqi bilan kuchga ega bo'lgan. Anatoliya agentligining xabarida bildirishicha, hukumat bayonotchisi Bülent Arınç mundaq degan: Hürmetlik baş ministerimiz, hürmetlik Hakan Fidanni qaytadan Milliy istihbarat tashkilotining bosh maslahatchiligiga, ya'ni boshliqligiga tayinladi, tasdiqlandi. Bu tasdiqdan e'tiboran hürmetlik Hakan Fidan eng qisqa vaqt ichida qaytadan MIT, ya'ni Milliy istihbarat tashkilotining boshliqlik vazifasini boshlaydi. Hakan Fidan muxbirlarni kutib olish yig'ini ochib, o'zining saylamda parlament a'zosi nomzodi bo'lish uchun sungan iltimosidan voz kechganligini bildirgan. Xitoyning atalmış Millatlar İttifaqlığı sangzisi. Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur ayollarga 70 tavoq Millatlar İttifaqlığı sangzisi tayyorlatqizgan bo'lib, sangzilar Uyg'urlar tarafidan Xitoylarga sovg'a qildirildi. Xitoy Tangritog' to'rining 4-martdagi xabariga qaraganda, Xitoy bosqinchilari Pichan nahiya Pichan yesining Hong kentida atalmış Millatlar İttifaqlığı sangzisi silish faoliyati o'tkazgan. Xitoy 8 mart ayollar bayramini tabriklash nomi ostida kentdagi Xitoy va Uyg'urlarni yig'ib, nomus qilmasdan Millatlar Ittifoq, oilamiz inoq, sangzimiz tatliq, tuqqanlar amroq temasida adabiyot san'at faoliyati o'tkazgan. Faoliyatda Xitoyning o'rinlashtirishi bilan Uyg'ur ayollar 70 tavoq Millatlar Ittifoqligi sangzisi tayyorlab, Xitoy ayollarga sovg'a qilib bayramini tabriklagan. Sharqi Turkistonda qattiq bostirish elib berib, irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizayotgan Xitoy doiralari Müslüman Uyg'urlarning ro'za va qurbon hayitlarida tayyorlaydigan alohida tamoqqa bo'lgan sangzini Millatlar Ittifoqligi nomida Xitoylarga sovg'a qildirishi Uyg'urlarga qilingan qattiq haqoratdir. Sharqi Turkistonda milliy ziddiyat shundoq keskinlashayotgan bir paytda Xitoy ishg'olchilarining Uyg'ur ayollarga sangz soldirib, Xitoylarga sovg'a qildirishi va buni Millatlar Ittifoqligi nomi bilan atishi amaliyotda Xitoyning Millatlar Ittifoqligi tashviqotining soxta ekanligini ko'rsatib beradi. Uyg'urlar bilan Xitoy orasida ittifoqlikning yo'qligi hammaga ma'lum. Ittifoqlikning asosiy barobarlik va o'zaro hurmat qilish bilan o'ttirg'a chiqadi. Ammo bosqinchi Xitoy doiralari Uyg'urlarga hech qachon barobar muomala qilib boqmadi. Hurmatlashdan eg'iz ichish asla mumkin emas. Xitoy Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olgandan boshlab Uyg'urlarni chetga qiqib, yaklab besim qilib keldi. Xitoy bu orqali ba'zi sodda Uyg'urlarni oldirmoqchi ham Xitoy oqqullarni Sharqi Turkistonda xotirjam yashashga ilhomlantirmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo saxta yaltiroqlar hamon haqiqatni yushira olmaydi.
Xitoy Sharq Turkiston xalqiga qilgan zulmi va jinoyatlarining badalini hamon to'laydi. Xitoy 2014-yili bölgünçülükdə 13%, terrorluqda %40% eşiş görülganligini e'lon qildi. Xitoyda 2014-yili 712 odamning atalmış bölgünçülük faaliyetlari bilan shug'ullanish va terrorlik hujumi paydo qilish bilan ayblanib qamoqqa ilinganligi bildirildi. Amaliyotdagi sonning buningdan necha hassa ko'p ekanligi bildirilmoqda. Xitoyda 2014-yili 712 odamning bölgünçülük faaliyetlari bilan shug'ullanish va terrorlik hujum paydo qilish bilan ayblanib qamoqqa ilinganligi bildirildi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida Xitoy Oliy Xalq sud mahkamasining boshlig'i Chu Chiyang Beijingda chaqirilgan 12-navbatlik Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi yig'inida yillik xizmat ahvoli haqida doklad berib, 2014-yili Xitoyda 712 odamning 558 delo bo'yicha bölgünçülük faoliyatlari bilan shug'ullanish va terrorlik hujumi paydo qilish bilan ayblanib qamoqqa hukm qilinganligini bildirdi. Dokladda Xitoyda o'tgan yili bölgünçülük faoliyatlari va terrorlik hujumi voqealarining bir oldingi yilga solishtirganda 13,3%, bölgünçülük faoliyatlariga chetishlik delolarning 40,7% eshib ketganligi qayd qilindi. Doklad yana 304 ming odamning odam o'ldirish, odam atkazchiligi bilan shug'ullanish va o'g'irlik qilish degandek jinoyatlar sababli 110 ming odamning zaharlik chekimlikka chetishlik jinoyatlari tufayli jazoga tortilganligi eskartildi. Buningdan boshqa Xitoyning xavfsizlik shohi degan nom bilan tanilgan Siyosiy ishlar byurosining sobiq doimiy a'zosi Ju Yunkang va intizom tekshirish komitetining sobiq boshlig'i Jang Jiminga o'xshash 28 yuqori darajalik amaldorni o'z ichiga olgan 55101 kishining cheriklik delolarini bartaraf qilish bo'yicha jazoga tortilganligi qayd qilindi. Beijing doiralari 12-navbatlik Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyining yillik yig'inida cheriklikka qarshi turish irodasini yana bir qatim alohida eskartdi. Davlat bexatarligi va millatlar ittifoqligini qo'g'dash uchun bölgünçü faoliyatlar va terrorlik hujumlariga qarshi faol kurash qilganligi ta'kidlandi. Turkiyada yana bir Uyg'ur parlament a'zoligiga nomzod bo'ldi. Uyg'ur olim doktor Farhod Qurbon Tangritog'li Turkiyada pat yaqinda o'tkazilish oldida turgan parlament a'zoligi saylamiga nomzodi bo'ldi. Uyg'ur bilim odami doktor Farhod Qurbon Tangritog'li Turkiyada pat yaqinda o'tkazilish oldida turgan parlament a'zoligi saylamiga nomzodi bo'ldi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida doktor Farhod Qurbon Tangritog'li hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasining parlament a'zoligiga nomzodi bo'ldi. Farhod Tangritog'li bu to'g'rida ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebook orqali qisqacha bir uchur e'lon qilgan bo'lib, uchurda mundaq deyilgan: "Men doktor Farhod Tangritog'li Adolat va Taraqqiyot partiyasidan Istanbul 1-rayon millat vakili nomzodi bo'ldim. Butkul yaqin do'stlarimdan meni qo'llashni va menga duo qilishini so'rayman." Uyg'ur prezidenti doktor Farhod Qurbon Tangritog'li 1984-yili Beijing Millatlar universitetining Türkologiya fakultetini tamomlab, Xitoy diniy ishlar idorasida ma'lum mazgil muharrir bo'lib ishlagandan keyin 1987-yili oilasi bilan Turkiyaga ko'chib chiqqan va Marmara universiteti ijtimoiy fanlar institutida o'qib, magistrlik va doktorlik unvonlariga erishgan edi. Doktor Farhod Qurbon Tangritog'li TRT muxbirining ziyoratini qabul qilib bergan bayonotida Türkiye Büyük Millet Meclisi parlament a'zoligi nomzodi bo'lish uchun Adolat va Taraqqiyot partiyasiga sungan iltimosida Uyg'urlarning parlamentdagi ovozi bo'lishga tirishadiganligini hamda Xitoy besimidan qochib Turkiyadan panohlik tilagan Uyg'urlarning har turli qiyinchiliklarini unumli hal qilish uchunmi parlamentda maxsus komitet qurishni nishon qildiganligini bildirganligini aytdi. Doktor Farhod Qurbon Tangritog'li bilan bu qatim Turkiyada jami 2 Uyg'ur parlament a'zoligiga nomzodi bo'ldi. Texi bir qancha kun ilgari Sharq Turkiston vaqfisi boshlig'i Asar Turkistonli Saka xonim Milliyatchi harakat partiyasining parlament a'zoligiga nomzodi bo'lganligini e'lon qilgan edi. İstanbul'da açılgan xalqaro she'r festivaliga Uyg'ur shoirami qatnashdi. İstanbul Sultanbeyli shaharlik hukumatning uyushtirishi bilan 3-navbatlik xalqaro she'r festivali İstanbul'da açıldı. İstanbul Sultanbeyli shaharlik hukumatning uyushtirishi bilan 3-navbatlik xalqaro she'r festivali İstanbul'da açıldı. 5 martdan 7 martgacha 3 kun davom qilgan bu festivalga 10 davlatdan 30 ga yaqin shoirlar qatnashgan bo'lib, Uyg'urlarga vakolatan İstanbulda yashayotgan shoira Nurala Ko'kturik xonim qatnashdi. Madaniyat san'at sohasidagilarning alohida diqqatini tortgan bu she'r festivali
Sultanbeyli şəhərlik hökumət yığın zalida başlanğan bo'lib, şeir festivaliga 1000 ga yaqin kishi qatnashdi. Ko'plagan muxbirlar qiziqish bilan shoirlarni ziyorat qildi. Mazlum Coğrafiya deb nom berilgan bu 3-navbatlik xalqaro she'r festivalining ochilish marosimida so'z qilgan festival uyushtirma komitetining boshlig'i O'zjon Ullu mundaq dedi. Bugungi davrga nisbatan bir mas'uliyatchanlik tuyg'usi ichida harakat qilayotgan Sultanbeyli şəhərlik idorasini o'ritirib olqishlaydigan bir faoliyatni uyushtirdi. Mehmon shoirlarimiz Türkiyalik shoir do'stlari bilan qo'lini qo'lga kirishtirdi. Shoirlarimiz she'rlari bilan qayg'u alam tortayotgan jo'g'rafiyalarga umid yo'llaydi. She'rlarimiz zo'miganlikka, nohaqchilikqa, har turli imperializmga va fashizmga qarshi mardlarcha maydonda turishga undaydi. Yig'inda so'z qilgan Sultanbeyli shahar boshlig'i Husayn Kaskin mundaq dedi. Sultanbeyli shaharlik hukumat idorasi bo'lish sifati bilan she'r festivalining bu yil 3-qitimliqini uyushtirganligini bildirdi. Bu festivalning 3-qitimliqining Mazlum Coğrafiya deb nom berilganligini ifodalab mundaq dedi. She'r festivalimizning temasini bu yil Mazlum Coğrafiyalardan umid she'rlari deb nom berdik. Bu temani qo'yishda ustozimiz, qimmatli shoirimiz Nuri Paktalning "İnsan seni qo'g'dayman, sana qarshi" degan ifodalari bilan bizga ilhom bo'ldi. Men bu yerdan uningga rahmat aytaman dedi. Shahar boshlig'i Husayn Kaskin apandi yana mundaq dedi. Bu festivalga mazlum jo'g'rafiyalardan qarindosh davlat va rayonlardan shoirlar qatnashdi. Ular bilan bugun Turkiya va Istanbul boshqa bir ma'noga ega bo'ldi. Ularga marhaba deyman va rahmat aytaman. Bugun she'r bilan shaharning, she'r bilan gul chechaklarning uchrashishiga shohid bo'lamiz. His tuyg'ularning eng pok holi bo'lgan she'r bilan g'arb orqasini qilgan, chatga qoqqan, ammo Turkiya hech bir zaman yolg'iz tashlab qo'ymagan mazlum jo'g'rafiyalarga umid bo'lamiz. Biz tarix bo'yicha ustimizga olgan vazifamiz bilan zolimlarning ko'ziga mix bo'lib qadaldik. Mazlumlarning, zulmga uchirganlarning ovozi bo'ldik. 600 yil dunyoni adolat bilan, xushal xo'ramlik bilan, yaxshilik bilan boshqargan ajdodlarimiz bizlarga mushundoq o'rgatdi. Bizlarga eng cho'ng meros qilib mushuni qoldirdi. Dunyoning o'xshamagan rayonlarda, Falastinda, Sharq Turkistonda, Suriyada va boshqa bir qancha rayonlarda insonlarning qatl qilinayotganligini xalq ommasi xotirlatgan shahar boshlig'i Husayn Kaskin apandi mundaq dedi. Zulm qilganlar til, din, irq to'nimaydi. Zulm qilguvchilar insonlarni ayirmaydi. Shuning uchun butkul zulmga uchraganlarning, qarindoshlarimizning his tuyg'ulariga she'r orqali tarjimon bo'lishini xohlaymiz. Festivalda har qaysi davlat va rayondan kelgan shoirlar o'zlari yozgan she'r kitoblari va o'z xalqi to'g'risida so'z qildi va she'r deklamatsiya qildi. Bu festivalda Uyg'ur shoira Nurala Ko'ktürk xonim Uyg'urlarning zulm va besim ostida ingrayotganligini she'ri orqali ifodaladi. Oxirida shoira Nurala Ko'ktürk xonim bu festivalni tartiblagan komitet boshlig'iga Uyg'ur do'ppisi, Sharq Turkiston bayrog'i va o'zi yozgan she'rlar to'plamini taqdim qildi. Festivalning oxirida yepilish marosimi o'tkazilgan bo'lib, yepilish marosimida yana Sultanbeyli shahar boshlig'i Husayn Kaskin apandi so'z qilib mundaq dedi. 3 kundan buyon mazlum jo'g'rafiyalardan umid she'rlari nomida uyushtirilgan festivalimiz bilan shoirlarimiz dunyoning o'xshamagan rayonlarida zolimning panchisi ostida ingirgan qarindoshlarimizning ovozini dunyoga anglatdi. Bizmi buningga vosita bo'lganligimiz uchun baxtli his qilamiz. Dunyoning har qaysi joylarida, xususan xalqaro kuchlar sodir qilayotgan bu jinoyatlar, dunyo ko'rmay kelayotgan bu qatliamlarni biz she'r tili orqali dunyoga anglatishga tirishdik ve zulümünü anlattık deb o'ylayman. Tanıklık ettik. Bu akşam da Yerebatan Sarnıcı'nda bu mekan şiirle süslenecek. Buradan özellikle mazlum coğrafyalardan umut şiirlerini tüm dünyaya duyurmuş olacağız. Hürmetli televizyon görgüçler, şuna qilib bu haftalık istiqlal haberleri programımız muş yerda ahırlaştı. Kiler qadimki programımızı görüşkiçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.